Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan yana birodaringiz Abu Juvayriya. Sizlar bizni videoni kuzatayotganingizdan va halol tarafga intilayotganingizdan juda ham xursandmiz. Alloh taolo bizni halol tarafga intilishdan to'xtatib qo'ymasin. Bugungi videoda men qanday Bitcoinni analiz qilaman va u qay darajada bozorga kerakli narsa. Ya'ni har doim ham Bitcoin analiz qilishlik kerakmi yoki u faqatgina bir yo'nalishda ozgina harakat qiladi, keyin yana yo'nalishlar o'zgaradi. Ya'ni bu qay darajada muhimligini ko'rasiz. Bitcoin analiz qilishlikda birgalikda o'rganamiz deganda men o'zimni qanday analiz qilishimni ko'rsatib beraman. Bundan keyingi videolarda inshaalloh grafik darslarida ham noldan tushunchalar berish niyatim bor. Ya'ni Trading View'da qanday ishlatishni bilmasangiz, umumiy hech narsani tushunmasangiz, ozgina sabr qilishingizga to'g'ri keladi. Mana bu videolar juda ko'p talab bo'lganligi sababli biz kuzatayotgan odamlar juda ko'p bo'lganligi va video mana bu YouTube'ga kech joylanayotganligi uchun biz mana 3 yil faoliyat yuritganimizdan keyin video joylashlikni boshladik. Shu uchun mana shu darslardan boshlashga majburmiz. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'rsangiz, bundan keyingi dars ayni noldan bo'lishligini tushunib yetasiz. Inshaalloh sizga kerakli dars deb umid qilaman va oxirida eshitib o'z fikringizni yozib qo'yasiz va mana shu darslik tushuncha haqida ham fikringizni yozib keting. Mana o'qib boryapman. Juda ko'pchilik mana tanqid, ovoz masalasi, ya'ni kamchiliklari bemalol aytilaveradi, qabul qilinadi. Foydali ekan bo'lsanglar aytasizlar. Biz yana ham mana shunda harakat qilamiz. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Bitcoin analiz qilishni o'rganamiz. O'tgan safar ovoz pastroq bo'lib qolibdi deganlar uchun boshidan zapis qilyapman. Kengroq, uzunroq tushuntiring deganlar uchun yana shu narsani yo'lga qo'yaman. Ya'ni hozir uzoqroq tushuntiraman. Agar tushunmaydigan bo'lsangiz, shuni ham qayta-qayta ko'rasiz. Ya'ni men qisqa tushuntirib, qayta-qayta nima qilyaptimda. Endi qaranglar. Mana bu Bitcoin. Bitcoin bir necha yillardan beri bor va uni xarakteri bor. Ya'ni bir insonda xarakter bo'lgani kabi koinlarda ham xarakter bor. Bir narsa qilsa, bir narsa kelib chiqadi-ku. Misol bitta odam bor, qaysidir gapni aytsangiz asabi chiqadi. Qaysidir odam buni qabul qila oladi. Lekin Bitcoinda ham xuddi shunaqa xarakterlari bor. O'ziga yarasha yurishligida, narx chiqishida, tushishida shunaqa narsa. Ko'p kuzatgan odam buni tushunib yetadi. Xo'p, kelinglar birinchi bir narsani tushunib yetamiz. Bitcoin qaysi tarafga eng ko'p yuradi? Tepagami, pastgami yoki yonboshga qarabmi? Javob yonboshga qarab ko'p yuradi. Tushunarlimi? Mana bu yerda menda o'lchaydigan lineyka bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, narx 96 mingdan 60 mingga tushishligi uchun 22 kunni tashkil qiladi. Lekin ana shu o'rinda yonboshga qarab yurishligi uchun 54 kun. Ya'ni bu yerda deyarli 2 barobardan ham ko'p yuradi yonboshga qarab. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda ham qaranglar. Mana yonboshga qarab harakatlanganligi, mana misol olinglar, 137 kun. 137 kun harakatlangan. Undan keyin esa bozor 45 kunning ichida, bozor 45 kun, 50 kunning ichida nimaga tushib qolgan? 110 mingdan 80 mingga tushib qolgan. Tushunyapsizlarmi nima demoqchiligimni? Yonboshga qarab yurishligi degani bitta yo'likchani ichida yuradi. Hozir mana shu yo'likchada qanday savdo qilishlikni o'rganamiz. Ya'ni tushungan bo'lsanglar, biz narx o'sishidan ko'ra, agar biz trader bo'ladigan bo'lsak, investor emas, vaqt qisqa vaqtga qanday ishlashlik mumkinligini ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Bunga birinchi o'chirtda mana bu birinchisidan birinchi liniya degan joydan parallelni kanalni tortishni ko'rib olamiz. Mana eng tepaligidan faqatgina nimasi bilan tegib turgan joylarda nima qilamiz? O'lchab olamiz. Mana tegib turgan joylari 1, 2 mana tegib turibdi-ku. Ya'ni bular o'tgangi darsda ham tushuntirdim, qarshiliklar, buni qaytaradigan joylar. Eng ostida hammasi tegib turgan joylariga uni to'g'rilab nima qilamiz? Ochamiz. Yana bir marta ko'ringlar. 1. Endi mana men bularni
hammasiga tegizib, qarshilikni topib, endi ostki holatda topib turib nima qilyapman? Buni joylayapman. Sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun 2x qilamiz. Xohlasanglar 3x qilamiz. Mana qaranglar. Endi sizlarda xohlasanglar yana ham bir ochroq qilamiz. Och kanal sizlarga nima bo'ldi? Paydo bo'ldi. Endi bu qanday ishlaydi? Tepaga keladi, обязательно pastga keladi. Xuddi shuni ichida yuraveradi, to'yinki buzib yubormaguncha. Qachon buzib yuboradi, qanday buzib yuboradi, buzib yuborishidan oldin nimalarni qarashimiz kerak, qaysilar alomat bo'ladi degan savollarga ham javob topasizlar inshaalloh. Qaranglar. Tepaga, pastga, tepaga, pastga. Yana pastga keldi, oldingiz, sotdingiz. Yana kutdingiz, yana mana shu yo'lingiz bor chizilgan. Mana shuni nimasida oldingiz, kelgandan keyin stop bilan yana sotdingiz. Oldingiz, sotdingiz. Endi mana shu yerda uje bu alomatlarini ikkitasini berdi. Bu qaysi alomatlar ekan desangiz, mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu kelib ketib oddiy yurgan vaqtida, oddiy kelib ketib yurgan vaqtida past tepa qilib yuribdi. Mana shu vaqtda bu mana bu yerda minimumni yangilab qo'ydi. Qarayotgan bo'lsanglar, pastliklar bir-biridan past edi. Mana bitta pastlik, ikkinchi pastlik undan ham past, undan ham past, undan ham past edi. Endi qarasanglar, mana bu yerda pastlikni yangilab qo'ydi. Endi mana shu birinchi alomati bo'ladi. Xo'p, oldingiz mana shu yergacha yurdi. Endi yana bitta alomatiki, mana bu shuncha yurib, o'rtasidan, mana shu o'rtasidagi yo'lakchadan hech qachon reaksiya olmasdan, ana shu yerdan qaytmasdan bemalol chiqib yurgan holati endi mana shu yerdan qaytib qolyapti. Demak, bu nima qilmoqchi? Yorib chiqmoqchi degan narsa bo'ladi. Tushundinglar-a? Xo'p, yana bitta alomati, ya'ni sotib oluvchilarda kuch. Ya'ni sotib oluvchilarda kuch bo'layotganligini tushunmoqchi bo'lsangiz, yana qaranglar. Tegishlarni orasi. Bir marta kelib tegdi. Undan keyingi tegishlik juda uzoq. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda nima? Kanalni tepasiga tegishligi birinchisida yaqin, ikkinchisida juda uzoq. Juda uzoqligini sababi oluvchilar kamligi mana. Oluvchilar yo'qligi uchun bu pastda yuraverdi. Oxir oluvchilar topildi, narx ko'tarildi, kelib urildi. Demak, oluvchilar bor. Pastga tushdi. Pastga tushganda minimumni yangiladi. Yana ham oluvchilar bor. Endi mana shu yerdagi holatni ko'rsangizki, mana bu tegayotgan bilan buni orasini ko'rayotgan bo'lsangiz juda yaqin. Mana juda yaqin. Demak, oluvchilar yana ham kuchaydi. Mana shu yerda kuch bilan yorib chiqmoqchi. Tushunyapsizlarmi? Qaysi tarafga ko'proq tegmoqchi bo'lsa, buzmoqchi bo'lsa, ana shu yerga ko'proq tegadi. Oralari yaqinlashib boradi. Mana tegishlari bitta tushadida qayta qaytib keladi. Yana bitta tushadi, yana qayta qaytib keladi. Undan keyin mana bundan ham yaqin. Keldi, yarmidan reaksiya olib turib, mana shu yerdan buzib chiqib ketdi. Xo'p. Yana hamma narsani o'chiraman. Buzib chiqib ketdi. Endi men bu yerga nimani qatdan oldim? Tepa qo'yishni qatdan oldim. Nimaga? Mana shu yergacha yurib berdi. Sababi nedir? Xo'p. Mana bu yerda aytganimdek, nima yangilandi? Minimum yangilandi. Demak, bu bizga qaytish uchun bir impuls bo'ladi. Mana shu impulsni men xuddi shunchalik oddiy liniya bilan o'lchayman. Mana shuni ustiga qo'yib qo'yaman. Meni ishim hal bo'laveradi. Tushundinglarmi? Meni ishim hal mana shu. Bo'ldi. Yetib bordi. Meni hadafimga yetib bordi. Klassika shunaqa ishlaydi. Ya'ni impuls qildimi, korreksiyadan keyin yoki mana shu
Korreksiyadan keyin ham xuddi shunaqa impuls ishlatsa bo'ladi. Uni ham vaqtim bo'lsa tushuntiraman. Mana bu nimani ichida, kanalni ichida uzoq harakatlangandan keyin qilmoqchi bo'lsa, yurmoqchi bo'lsa, o'sha oxirgi impuls bilan bir xil mana bundan chiqqandan keyin harakatlanib beradi. Ana shu yergacha keldi, ana shundan keyin narx tushdi. Narx tushayotganligini ham men sizlarga Telegram kanalimga tashladim. Nima uchun unaqa qilib chizdim mana. Keldi mana, yetdim. Mana shu yerga chiqdi. 74 mingda turibdi. Qaranglar. Qaranglar, mana pastda uje sizlar bilan ancha ilm olib qo'ydik-da. Pastda ancha ilm olib qo'ydik. Minimum yangilandi. Endi bu yerda bizda maksimum yangilanish kerak-da bu tepaga ketishlik uchun. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda maksimum edi, bo'ldi. Bu yerda поглощение ham bor edi, shamlar yutib, o'sha sotuvchilar ko'payib ketdi bu yerda. Nima edi endi? Bu yerga kelgandan keyin обязательно tepaga, nima qilishlik uchun? O'zini ishi likvid qilishlik uchun, undan keyin oqishlik uchun yo'l edi bu. Tushunyapsizlarmi? Agar bu dalish ketmoqchi bo'lganda boshqacha harakatlanardi. Shu uchun shuni chizdim. Mana bu yerdagi holatni ko'rib turib, sotishlar borligini ko'rib turib, bo'ldi. Mana shu bilan bu oqdi. Oxirgi marta yana chizdim buni. Mana bu yerda turgan holatida yana pastga qaratib chizdim. Sababi nima? Sababi mana shuncha katta qizil shamlarda odamlar sotyapti, oluvchilar yo'q. Oluvchilar yo'q bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Bu yerda yana klassikaga murojaat qilinadi. Klassika nima ekan? Mana shu trend liniyalar o'sib bo'lgandan keyin yana ayni shu yerga test qilishlari kerak ekan. Ayni shu yerga keldik, testni qildik. Endi bozor xuddi mana bu yerda harakatlangandek, bu yerda misol qizil shamlar ko'paygan ekan, ko'rgan bo'lsanglar. Endi kelgandan keyin muayyan zonaga, imенно klassika bo'yicha analiz qilingan zonaga kelgandan keyin bu yerda zangori shamlar ko'payib qoldi. Demak, hozir nimani kutsa bo'ladi? Tepada nimani ko'rdik? Mana bunday narsani kutsak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Juda sodda. Juda oson. Hech qanaqa bokslar yo'q. Ingliz tili yo'q. Manaqa bo'lish kerak, manaqa bokschilar falonchini olgandan keyin, to'ldirgandan keyin bir narsa bo'lsa kerak shekilli degan narsalar yo'q. Ozgina ilmi bor odam analiz qilishligi oson bo'ladigan narsa. Tushundinglar? Mana kanal. Kanalimiz bor. Tipini qayerdan olishlikni bildik. Kanalni ichida qanday ishlashlikni bildik. Yorib chiqqandan keyin qayerda test qilishligini bildik. Bo'ldi. Tushundinglarmi? Hadafni berdi, bo'ldi, tushishini kutiladi. Mana yerdagi holatga qarab turib, aksar holatda shu nimani yasaydi? M shaklidagi patternni yasaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, M shaklida pattern yasaydi. Ya'ni ham oson bo'lishligi uchun. Keyin tushadi pastga. Tushgandan keyin tushyaptimi? Endi W shaklini yasab turib, yana bu yerlarga qaytib chiqaradi. Bu hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydigan sizlar uchun analiz qilish yo'li bo'ldi. Tushunarlimi? Agar tushunmagan joylar bo'lsa, yana so'ranglar, inshaalloh. Keyin yana bitta umumiy bozor analizini ham stream qilish niyatim bor. Ana shu yerda ham savol-javoblar qilib, ana shu streamda yonboshda chatda so'raysizlar, aytaman. Shu narsalarni yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Faqatgina ko'proq odamlarga yetib borishligi uchun, ya'ni aktiv ko'rsatishinglar kerak bo'ladi. O'sha obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyada o'zingizlar fikringlar, albatta like bosasizlar. Bu narsa nima uchun kerak? Yangi ochilgan kanalda rivojlanishligi uchun обязательно kerak bo'ladi. Sizlardan so'ralayotgan narsa shu. Agar shu narsalar zo'r meni xursand qilib turadigan bo'lsa, men ham sizlarni darsliklar bilan xursand qilishdan hech qanday narsa to'smaydi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, akalar, mana Bitcoin'da 2 kundan keyingi holati mana shunday belgilangan joygacha borgan. Undan keyingi harakatlarini sekin analiz qilsa bo'ladi, buni ham bemalol.
Asosiy sizlar kanalni ichidan kuch bilan chiqsa qanaqa harakatlanadi, qayerga test qiladi tushunib olinglar. Ya'ni bozor pastga ketdi deyapti. Odamlar 74 mingdan 50 ming, 45 ming deyayotgan joyda bu yana qaytib ketyapti. Hozir 70 mingdan tepani ko'rishadi. Balki tushishligi mumkin, chunki mana bu yerda yangilanishlar zaif, kuchi yo'qdek. Allohu a'lam. Keyingi holatini ham ko'ramiz, sekin analiz qilib ketaveramiz. Ramazondan keyin stream qilamiz. Ana shunda ham ko'ramiz qay holatga keldi. Hozircha biz o'rganadigan narsalarimiz shu ekan, allohu a'lam. Xo'p, mana Bitcoin'ni qay holatdaligini bilib oldik. Bozorda o'rnini ham tushunib olgan bo'lsak kerak. Endi keyingi darsda men aynan Binance'ga sayohat deb nomlamoqchiman. Binance'ni ichini noldan boshlab, birdan emas, noldan boshlab tushuntirmoqchiman. U yerdagi bo'limlar, misol spot bor, Ethereum bo'limi bor, stake masalalari bor. Ya'ni qaysidir coinni stake qilsa bo'ladi. Shunaqa narsalar, futures qanday ishlaydi. Men sizlarga mana shuni Binance ichiga kirib, umumiy tushuntirib bermoqchiman. Agarda mana shu narsa sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta fikringizni yoki plyus qoldirib qo'ysangiz men tushunaman. Aynan Binance masalasi qanchalik sizga qiziqligini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.